Hurmatli obunachilar, bugun blog orqali qanaqa qilib daromadga chiqiladi, nima qilish kerak, qaysi xatolarni qilish kerak emasligi haqida gaplashamiz. Instagramda pul qayerdan keladi? Avvaldan aytib qo'yay, Instagram o'zi sizga hech qanaqa pul to'lamaydi, sizga odamlar pul to'laydi. Chunki ular sizdan biror bir narsa sotib olishadi. Shaxsiy blogini yurg'izayotganlar ko'chmas mulk, avtosavdo, kurslar, konsultatsiyalar yokida xizmatlarini sotishadi. Masalan, Reels makerlar xizmatlari, dizayner xizmatlari, ba'zilar Instagramda chorva, hayvonlarni ham sotishadi. Umuman olganda ko'p narsalarni sotsa bo'ladi. Bularni hammasini birlashtiradigan narsa bu odamlarga kerak bo'lgan mahsulot. Bu yerda ikkita strategiya bor. Birinchisi, o'zingizni mahsulotingizni sotish orqali pul ishlashingiz mumkin. Ikkinchisi, boshqa birovni mahsulotini sotishga yordam berib, undan pul ishlash. Agar sizning mahsulotingiz bo'lsa, uni reklama qiladigan kontent tayyorlashingiz kerak. U uchun Reelslaringizni to'g'ri kontent bilan tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Hatto noldan boshlagan profilingizda ham ular ko'p prosmotr yig'ib, daromad keltirishi mumkin. Agar siz mahsulotlaringiz bo'lmasa va Instagram orqali sotadigan hech narsangiz yo'q bo'lsa, nima qilish kerak? Birinchisi, kontent strategiyasi. Odamlar uchun kontent reja tuzish, sotuv strategiyasini ishlab chiqish, Reelslar uchun reja yozish bo'ladi. Ikkinchisi, ssenariy yozish. Ya'ni sotuvchi videolar uchun ssenariy tayyorlash. Oddiy ssenariylar emas, sotuvchi kontentlar uchun. Uchinchisi, video syomka. Tayyor ssenariy bo'yicha video olishda yordam berasiz. To'rtinchisi, montaj, ya'ni o'sha исходник materiallarni olib, tayyor videoga aylantirish. Bu juda ham zo'r, chunki siz hech qanaqa joyga bog'lanmaysiz. Beshinchisi, sotuvchi Reels tuzish. Eng muhimi shunchaki 10 ta Reels sotish emas, balki ular samarali bo'lishi uchun obunachilar olib kelishi va mijozga pul keltirishi kerak. Vaqt o'tishi bilan bitta mijozdan katta summalar ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Men 15 tadan ortiq sxemalarni va Reels formatlarini mijozlarimda sinab ko'rganman va hozir sizlarga pul keltiradigan sxemani aytib beraman. Bizadan biror narsa sotib olishlari uchun 3 ta bosqichdan o'tish kerak bo'ladi. Birinchisi, bizani ko'rish. Ikkinchisi, biz haqimizda va mahsulot haqida bilish. Biz haqimizda bilmasdan turib va mahsulotlarimizni ko'rmasdan turib, bu narsa ilojsiz. Uchinchisi, sotuvga taqaladi. Har bir bosqich uchun maxsus vositalar bor. Birinchi bosqichga odamlar bizni ko'rish uchun Reelslar, ya'ni Reelslardan foydalanamiz. Masalan, mijozimni bitta Reelsi 3 million prosmotr bo'ldi va 20 ming yangi obunachi olib keldi. Reelslar orqali katta prosmotrlar olishimiz mumkin, lekin 1 daqiqa video orqali hech narsa sota olmaysiz. Sababi, ko'rayotganlar 1 daqiqa video ko'rib $1000 to'lashga tayyor emas. O'shaning uchun Reelslardan odamlarni keyingi bosqichga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Ular biz haqimizda va mahsulotlarimiz haqida bilishadi. Reels orqali odamlarni botga yo'naltirish mumkin. U yerda siz bilan yuzma-yuz gaplashib, konsultatsiyaga yoziladi yoki 10-15 daqiqalik mahsulot taqdimotini ko'radi va so'ngra ariza qoldiradi. Uchinchi bosqich sotuv bo'ladi. Sotuvni o'zingiz qilishingiz mumkin. Masalan, Zoom yoki Telegram orqali konsultatsiyalar o'tkazib yoki sotuv bo'limini yollashingiz mumkin. Ular arizalarni qayta ishlab, siz o'rningizga sotishadi. Bu vaziyatda vaqtingiz ketmaydi va pullaringiz avtomatik keladi. Har bitta Reels $1000 dan keltirish uchun nima qilish kerak? Birinchisi, qimmat mahsulot tanlang. Ikkita $500 sotuv qilib $1000 ishlash mumkin. 50 ta $20 sotuvdan ko'ra bu osonroq. Ikkita sotuv uchun kamida 20 ta ariza kerak bo'ladi. Boshida o'zingiz sotishingiz kerak, chunki konversiya baland bo'ladi. Agar arizalar 300 tadan oshsa, sotuv bo'limini jalb qilishingiz mumkin. O'rtacha 1000 ta prosmotrdan bitta ariza keladi. Ya'ni 20 ta ariza uchun 20 ming prosmotr olish kerak. Bu qilish unchalik qiyin emas, agar qanaqa qilish usulini bilsangiz. Endi daromadga chiqishda qaysi xatolarni qilish kerak emasligi haqida aytib o'tmoqchiman. Birinchi eng katta xatoni aytib o'tmoqchiman. Pozitsiyasiz blog yuritish. Har xil mavzulardan gapirish sizni ko'rayotganlarni chalg'itadi, blogingiz rivojlanishi susayib ketadi, natijada u yuzdan blog yurgizgingiz kelmaydi. Misol uchun bir shaxs blog yurgizyapti. Dizaynermi, blogerlikni o'rgatadimi, motivatsiyami noaniq. 2 yildan beri 40 ming obunachi yig'di deydi, lekin sotuvi 0. Chunki kim u? degan savolga odam javob ola olmaydi. Ikkinchi katta xatoni aytib o'taman, hammani xursand qilmoqchi bo'lish. Ya'ni hamma auditoriyaga mos kontent qilishga urinish. U kontentlar hech kimga mos bo'lmagan kontent bo'lib chiqadi, foydasi bo'lmaydi. Misol uchun, erkaklarga, studentlarga, biznesmenlarga maslahat berib o'tiradi. Profil chigal, 15 ming kuzatuvchisi bor, lekin auditoriya sodiq emas. Aktivi juda past bo'ladi. Uchinchi eng katta xatoni aytib o'taman, haddan tashqari montaj. Emotsiyasiz postlar faqat chiroyli ko'rinishga urg'u berib, ruhsiz kontent qilib qo'yadi. Odamlar faqat ko'rishadi, lekin ko'rayotgan narsasini his qilishmaydi. Yana bir blog yurgizayotgan shaxsni olib qarasak agar, montaj kuchli, ammo daromadga chiqishda bu video sotib bermaydi. Chunki his yo'q, oddiy so'zlarni ishlatgan, haqiqiy hayotni ko'rsatib bera olmagan.
To'rtinchi eng katta xato o'z tajribasini yashirish. Bu ko'plarda mavjud. Natijalarni, mijoz feedbacklarini ko'rsatmaslik. Blog yurgizayotgan odam o'zini katta ko'rsatadi, lekin isbot yo'q. Ishonch bo'lmaydi. Ya'ni shaxsiy blogida bularni ko'rsatmagan. Profili faqat maslahat bilan to'la. Kuzatuvchi bo'lsa, u bu ishni o'zi qilyaptimi yoki faqat gapiradimi deb shubhalanadi. Beshinchi katta xatoni aytib o'taman. Mani bilishsin deb kontent qilish. Faqat o'zini reklama qilishga urinib auditoriyani unutish. Auditoriyani unutib qo'yadi, kuzatuvchilar qiziqmay qo'yadi keyin. Chiqib ketish ehtimoli katta bo'ladi, blogingiz minusga qarab ketish boshlaydi. Misol uchun har kuni o'zida yo'q narsalarni ko'rsatish. Ofislar, chiroyli mashinalar, yana hayot go'zalligini yolg'ondan ko'rsatib berish natijada atpiska tanqidlarga olib keladi. Chunki kuzatuvchiga bu emas, kuzatuvchiga foyda kerak. Oltinchi xatoni aytib o'taman, strategiyasiz kontent chiqarish. Reels, post, story bo'ladimi, barchasi tasodifiy, ya'ni o'ylamasdan qo'yib yuboraverish. Bu maqsadsiz blog yuritish deyiladi. Odamlar chalkashadi, nima uchun kuzatish kerakligini tushunmay qoladi. Misol uchun bir blogda ba'zida motivatsiya, ba'zida ingliz tili, ba'zida qizlarning hayoti, foydalanuvchi qat'iy ergashishni bilmaydi. Yettinchi katta xato sotuvdan qo'rqish. Reklama qilish yomon ko'rinadi deb xizmat yoki mahsulotni taklif qilmaslik. Kuzatuvchilar bor, lekin daromadi yo'q. Yana bir misol, blogda 60 ming obunachi shaxsiy rivojlanish bo'yicha kuchli kontent qiladi, lekin sotishga xijolat qiladi. Shu sababli hatto 5 ta ham sotuv qilmagan. 8-chi xato umuman call to action ishlatmaslik. Link bioda, direct message'dan yozing, komment qoldiring degan so'zlar umuman yo'q. Kuzatuvchilar nima qilishni bilmaydi, harakat ham qilib ko'rmaydi. Misol uchun foydali video qilgan, ammo call to action yo'q. 100 ming prosmotr deylik, 0 sotuv. Chunki odamlarga har doim nima qilishni eslatib turish kerak. 9-xato preview yoki hooklarga befarqlik. Kontent juda yaxshi, lekin boshlanishi zerikarli. Odamlar o'tkazib yuboradi, hech narsani o'qimaydi. Misol uchun, har bir postda "Assalomu alaykum, bugun sizga" deb boshlashadi. Bunaqa vaqtda 1 sekundda sizni o'tkazib yuborishadi. 10-xato sabr qilmaslik. 1-2 oyda natija bo'lmasa, blogni tashlab ketishadi. Yig'ilgan auditoriya, algoritm, ishonch barchasi yo'qolib qoladi. Misol uchun, 5 oy ketma-ket ishlaydi-da, 18 ming, misol uchun 20 ming obunachi yig'gandan keyin yaxshi boshlangan, hammasi joy-joyida bo'ladi, lekin daromad bo'lmagani uchun tashlab qo'yadi. 2 oy ichida o'sha profil spamga tushadi. Bu degani profil muzladi degani. Aslini olib qarasak, blog yurgizishda mavzular juda ko'p. 5-podkastimda qaysi mavzu bilan davom ettiramiz? Sizni blogingizda hozirgi asosiy muammo nima? Kontentmi, aktivmi yoki daromadmi? Sizni qiynayotgan mavzu bo'lsa, kommentga yozing. Navbatdagi podkastimni aynan shu mavzuda qilaman.